Manchester City futbolchisini irqiy kamsitgan muxlis hibsga olindi. Angliya Premyer Ligasining 35-turi doirasidagi o'yinda Manchester City futbolchisini irqiy kamsitgan Everton muxlisi politsiya tomonidan qo'lga olindi. Uchrashuv 4-may oqshomida Hill Dickinson stadionida bo'lib o'tdi va 3-3 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Styuartlar voqea haqida xabar berganidan so'ng politsiya 71 yoshli muxlisni irqiy nafrat asosida jamoat tartibini buzganlikda gumon qilib hibsga oldi. U ma'lum shartlar asosida garov evaziga ozod qilindi. Unga har qanday sport musobaqalariga bahslar boshlanishidan 4 soat oldin, o'yin vaqtida va o'yin tugaganidan keyin 4 soat davomida 1 mildan yaqinroq masofaga kelish taqiqlanadi. Irqchilik va kamsitishning barcha shakllari qabul qilinishi mumkin emas, deyiladi xabarda. Shuningdek, Manchester City ham bo'lib o'tgan o'yin yakunlari bo'yicha bayonot e'lon qildi. Klub kechagi o'yin vaqtida Antoine Semenyoga nisbatan qilingan irqchilik haqoratlarini keskin qoralaydi. Biz Everton rasmiylari va politsiya tomonidan aybdorni aniqlash bo'yicha ko'rilgan tezkor choralarni olqishlaymiz. Shuningdek, kecha oqshom ijtimoiy tarmoqlarda Mark Gehi ham qabih irqchilik hujumlari nishoniga aylanganidan afsusdamiz. Biz Antuan va Markni har tomonlama qo'llab-quvvatlashda davom etamiz hamda futbolda hech qachon kamsitishga yo'l qo'ymaymiz, deya ma'lum qilgan shaharliklar matbuot xizmati.